Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishingiz mumkin shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan rossiyskiy sifatli tillamizni, ya'ni komplektimizni yaxshi niyatda Xudo xohlasa to'yga xarid qildilar. Narxlarni albatta chegirma qilib berdik. Unga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol do'konimizga kelishingiz mumkin. Xohlasalar naqdga, xohlasalar muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Tabriklaymiz. Yaxshiliklarga nasib qilsin. Buradagi klientimiz shunday brilliant komplektimizdan xarid etdilar. 4 kundan kelib, opalari Moskvadan turib, to'lovni amalga oshirdilar. Nasib etsin aka. Bundan ham zo'rlarni olg'isiz. Katta rahmat. Nasib etsin. 4 kundan kelib olib turibdilar bular. Ishonch uchun ham rahmat katta. Nasib etsin. Bundan ham zo'rlarni olg'isiz. Rahmat, haqqingiz kelsin. Чистый заводской бриллиантimiz. Brilliant qashli komplekt. To'qa tutib ko'rsatmadilar. Chiroyli. Yarashdimi? Yanib turibdi, nasib etsin. Bu yerda oltinni turi ko'p ekan, kelib olingladim, chiroyli bir-birini. Hali bunday oltin men 4 yilda ko'rmadim. Kelib olishinglarni tavsiya beraman. Sog' bo'ling. Navbatdagi xaridimiz. Bugun qor bo'lishini qaramasdan, Sayar opa, klientlardan ko'z yumib kelib turibdi. 750 prova Bakenskiy qashlari yonib yotibdi. Ziragini отдельный, o'zigini отдельный oldi. Qarda. Yulduz tug'ilgan kunim o'tib ketdi, shunda da keldim. 6 yil yetisha Tug'ilgan olmadim. kuningizmi? Endi tug'ilgan kundan ovatir. O'zining men olgan narsalari bular, avvalgi. Hozir narxi 1 milliondan kirib shularni oldik. O'zi shularning o'zi ham shunday pul bo'ldi. 16 million 770 ming so'm bo'ldi. Yana ustidan raznisasini berib o'tirlar Sayar opa. Tug'ilgan kunlaringiz bilan Sayar opa o'tib ketgan bo'lsam, boramiz tug'ilgan kunga. Doimiy mijozimiz, necha yillik mijoz Sayar opam. Har tug'ilgan kunga sendan bitta badarka o'zimga sovg'a etib ketmasam, uxlag'im kelmaydi. Omad, hamma vaqt, hammaga xayr baraka. Rahmat. Buni deysan. Saqlab bo'lg'aysiz avval. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun qor bo'lishini qaramasdan keldik. Mana bu 12 grammlik gurmetimiz sotuvda. Doimiy mijozimiz oldi. Eng yaxshi zo'r zavodskoy gurmetimiz. Nasib etsin, to'ylarga tag'ish. Uni ham zo'rlanib yetirsin. Omadlaring bersin. Rahmat katta. Sog' bo'ling.